MRTga chiqib tushyapti-da, o'g'il bola bo'lib qoldi. O'zi bola qanaqa? O'zi bir o'zi qolgan paytda gapirsa ovozi do'rillab chiqadigan bo'lgan. Kimdir kelib qolsa ovozini ingichka qilib o'zgartira oladi, qizlarnikiga o'xshatib. Demak, MRT tahlili bizga o'ylaganimizdan ko'proq ma'lumot bera oladi. Endi bularning farqi yana MRTning eng katta fishkasi MRTda nurlanish yo'q. Har qanaqa odam o'zining organizmining holatini bilish uchun butun tanasini bittada MRT qilsa bo'ladi. Ikkita qaynona keldi, kelinchakni olib keldi. Olib kelganda tekshirsak, uni matkasi ham yo'q, vлагалище qinini yarimidan ko'p yo'q. Ikkita tuxumdoni bor. Shu jinsiy birinchi kechada o'xshamagan, xullas, ikkinchi kechada ham o'xshamagan. Olib keldi. Men yozdimda, ikkalasiga qanaqa tushuntirishni bilmadim. Assalomu alaykum. Bugungi suhbatimiz Toshkent shahridagi Darmon servis klinikasining yetakchi mutaxassisi, shifokor radiolog Normamatov Azizbek Normamatovich bilan birga bo'lib o'tadi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz Aziz aka? Charchamayapsizmi? Rahmat. Bugungi suhbatimizni radiologiya mutaxassisligi bo'yicha olib borsak, nima deysiz? Bo'ldi, qarshiligim yo'q. Radiologiya, ya'ni o'zi rivojlanish tarixi qanday va hozirgi kunga kelib MRT va MSKT qaysi darajaga yetib keldi? Radiologiya oldinlari juda ham ko'p vaqtni olgan bo'lsa, hozir yangi avlod apparaturalari chiqib ketganligi uchun bu birmuncha ishlash jarayonini osonlashtirdi. Oldin necha soatlab olinganda bitta tekshiruv qilish uchun. Hozir arzimagan 5-10 minutda bitta tekshiruvni amalga oshirish mumkin. Xalqimiz orasida keng tarqalgan MRT va MSKT shularni rashifrovka qilib bersangiz va qaysi biri qaysi sohada ishlatiladi, ya'ni qaysi bir qaysi organlarni o'rganish uchun kerak? MSKT bu multispiral kompyuter tomografiya. Bu qachon qo'llaniladi? Ko'pincha shoshilinch holatlarda. Masalan, patsientga tezroq diagnostika qo'yish uchun ko'proq qon tomirlarini baholash uchun MSKT yaxshi. O'pkalarni baholash uchun ham MSKT yaxshi. Xullas, MSKT shoshilinch holatlarda, masalan, inson odam travma oldi, o'sha travma olganda u neadekvatniy bo'ladi-da. Uni tezroq unga yordam ko'rsatib, tezroq unga diagnoz qo'yib, tegishli davolash muolajasini tayinlash uchun kerak. MRTda endi eng kam davom etadigan tekshiruv 5 minut. Yarim soatga ham cho'zilishi mumkin. MRTda vaqt ko'p ketganligi uchun o'zini ko'rsatmalari bor MRTga, MSKTga. Demak, MRT rejali ravishda, ya'ni planova qilinadi. Rejali ravishda. Unda ham shoshilinch holatlarda qo'llaniladi. Masalan, ishemik insult bo'lsa, u ham shoshilinch holat hisoblanadi. MSKTda ko'rsatmaydi, MRTda ko'rsatiladi. Ya'ni bosh miyani qaysi joyda qon tomiridan qon o'tmay qolganini ko'rib olsak bo'ladi, shoshilinch ravishda. MSKT xullas qattiq to'qimalarni baholash uchun informativniy, MRT yumshoq to'qimalarni baholash uchun muhim ahamiyatga ega. Bosh miya, umurtqalar, bo'g'imlar, ichki organlar baholash uchun MRT yaxshi. Suyaklarni ham MRT yaxshi baholaydi. Misol uchun, son suyagini galovkalarida suyak yemirilishi bo'lsa, birinchi, ikkinchi stadiyalarda MSKT yetarlicha informatsiya bermaydi. MRT eng ilk bosqichlaridan informatsiya berishi mumkin. Demak, MRT tahlili bizga o'ylaganimizdan ko'proq ma'lumot bera oladi MSKTga nisbatan. Endi bularning farqi yana MRTning eng katta fishkasi MRTda nurlanish yo'q. Odam облучение olmaydi. Har qanaqa odam o'zining organizmining holatini bilish uchun butun tanasini bittada MRT qilsa bo'ladi. Qaysi joyda zaif joylari bo'lsa, o'ziga bilinmaydi. Bittada hamma joyini tushib, shu zaif joylarni bilib oladi-da, shunga qarab harakatini qiladi. Hech narsa chiqmasa ham ko'ngil xotirjamligi uchun. Bu degani, masalan, har qanaqa odam hech qanaqa yo'llanmasiz kelish mumkin-da, o'zini organizmining holatini bilish mumkin. MSKTda kompyuter tomografiyada nurlanish bo'ladi, radiatsiyada ishlaydi, rentgen nurlarda ishlagani uchun u hujayralarning DNKsiga ta'sir qiladi, mutatsiyalar chaqirib, har xil o'zgarishlar chaqirishi mumkin. Shu uchun MSKTda kerak bo'lsa qilinadi MSKTda. Hamma joyini bittada tushirib bo'lmaydi. Juda ham katta miqdorda nurlanish olishi mumkin. Uni ham o'zini dozalari bor. Bir yilda qancha MSKTga tushishi mumkin.
Endi MRTda maxsus yo'llanma bo'lishi shart emas. Yana bitta tomoni MRTda nurlanish bo'lmagani uchun, masalan, keldingiz, siz bironta patologiya aniqlandi, to'g'rimi? O'sha patologiyani bildingizda, siz lecheniya olib kelasiz, davolanib kelasiz. Bir 2 haftadan keyin o'sha lecheniya ta'sir qilyaptimi, yo'qmi? Shuni bilish uchun ham yana qayta MRTga tushish mumkin. Sababi MRTda nurlanish yo'q. Xuddi demak, masalan, tish shifokorlariga 1 yilda 2 marta, ginekologga 1 yilda 4 marta ko'ringandek, ora-orada radiologga kelib MRT qildirib turish mumkin ekan. Ha. Masalan, o'rta yoshlarda, masalan, 35 yoshlarda 1 yilda 1 marta MRT check-up qildirgan ma'qul. Butun organizmini skanerdan o'tkazib, patologiya bor yoki yo'qligini bilish mumkin. Yoshi kattalashgan sayin katta onaxonlarda, otaxonlarda har yili tushsa maqsadga muvofiq. Ha. Yana shu javobingizdan kelib chiqib bitta savol tug'ildi menda. Demak, homiladorlarga ham mumkin. Ya'ni bizda homiladorlikka xuddi bir patologiyadek qarashadi, lekin o'zi bu fiziologiya. Homilador ayollar kelib ham 1-chi, 2-chi, 3-chi trimestrda o'zligini tekshirib turishsa bo'ladi demak. Bo'ladi. Homiladorlikda, masalan, ayollar homiladorligini 1-3 oyligida ruxsat berilmagan. Chunki mana shu 1-3 oyligida organogenez rivojlanadi-da. Ya'ni organlar shakllanish jarayoni bo'ladi. Shunda MRTga 1-3 oylikda tushmagan ma'qul deyiladi, lekin to'liq MRTni o'sha 1-3 oylikda ham zarari butun dunyo bo'yicha hali isbotlanmagan. 3 oylikdan keyin xohlagancha tushsa bo'ladi. Даже homilaning o'zini ham MRTsi bor. Homilaning o'zi to'g'ri shakllanganmi, organlarda qanaqadir nuqsonlar bor yoki yo'qligini bilish uchun homilaning o'zini ham MRTsi bor. Demak, hurmatli ayollar, 1-chi trimestrda tushish tavsiya qilinmaydi, ammo 2-chi va 3-chi trimestrda bemalol kelib o'zingizlarni check-up qildirib tursanglar bo'lar ekan. MRT o'zi qanaqa ishlaydi? Ya'ni nimani hisobiga u ishlab shu skaner qiladi organizmni? Masalan, katta, ya'ni kompyuter tomografiyasida rengen nurlari jo'natiladi. Rengen nurlaridan olingan aks qog'ozga tushganning hisobiga biz uni ko'rib, ya'ni qandaydir tahlil qilsak bo'ladi. MRTda bu qanaqa ishlaydi? MRT degani magnit rezonans tomografiya. Endi oddiy tilda aytsam, katta nechidir tonnalik magnit. Uning ichiga odam kiradi. Odam organizmida vodorod atomlari bor. Vodorod atomlari suvda ko'proq. O'sha vodorod atomlarini holatini o'zgarishiga qarab tasvirlar paydo bo'ladi. MRT ishlamay turgan paytda ham o'zi katta magnitning ichida magnit maydoni hosil bo'ladi. Uni keyin tokka ulasa, o'sha tok ta'sirida magnitning maydon bir necha barobarga oshib ketadi-da. Inson organizmidagi o'sha vodorod atomlari harakatlanadi, bir chiziqqa tiziladi. Shunga qarab snimkalar paydo bo'ladi. Yana o'chirgan paytda yana dastlabki holatiga qaytadi vodorod atomlari. Shuni kompyuter o'zi tahlil qiladi, analiz qiladi-da. Normada qanaqa bo'lish kerak, patologiyada qanaqa bo'lish kerak, shuni kompyuterda tasvirlab beradi. Demak, siz hozir bergan javobingizdan men tushundimki, magnit maydon hosil bo'ladigan bo'lsa, demak, organizmda qandaydir protezi bor insonlar MRTga tushishi muammo bo'lar ekanda. Ha, hozir MRTga moslab ko'p endoprotez bo'ladimi, tishlardagi implant bo'ladimi, briketlar bo'ladimi, yurakka qo'yiladigan kardiostimulyatorlarmi, stentlari bormi? Ularni hammasi hozir MRTga moslab chiqarilyapti. Ya'ni titan materiallarda magnitga magnetik deyiladi, ya'ni magnitga tortilmaydigan. O'zi metal bor joyda o'sha joy ko'rinmaydi. Masalan, insonni tasvirga tushirdingiz, shu metal bor joy shuni ko'rsatmaydi. Masalan, ikkita tazaverin sostafa, boksta bo'g'imlari deylik. Bittasiga endoprotez qo'yilgan, shu bilan mumkinmi tushish deydi. Mumkin. Faqat mana bu tomoni ko'rsatmaydi, qop-qora bo'lib chiqadi. Ikkinchi tomonini, holatini bilish uchun tushishi mumkin. Bunga ham endoprotez qo'yishga ko'rsatmalar bormi yoki yo'qmi? Buni holati yaxshi turibdimi bilish uchun bunisini tushish mumkin. Yoki endoprotezi borda bosh miyasini tushish mumkin. Aynan shu joyda baholab bo'lmaydi. Aynan shu endoprotezni holatini baholash uchun kompyuter tomografiyaga chiqiladi. Kompyuter tomografiyada metal ko'p artefakt bermaydi. Artefakt degani o'sha tasvirda ko'rishga qiyinchilik tug'diradigan anaqaga aytiladi. Masalan,
harakatdan bo'ladigan artefakt bor. Masalan, qimirlamay yotish kerak. Oddiy rasmga tushsa ham, qimirlab ketsa, o'sha rasm surkalib chiqadimi? Endi hozir juda ham stabilizatsiyalar zo'r rivojlanib ketdi kameralarda. Oldinlari o'sha sal qimirlasa, o'sha odam xiraroq chiqqan. MRTda ham xuddi shunday. Qimirlab ketsa, o'sha tasvir ozgina smazanday chiqadi-da, surkalib. Shu joyni baholashga qiyinchilik tug'diradi. Bu harakatdan bo'lgan artefakt. Endi harakatdan bo'lgan artefaktni kamaytirish uchun aynan Darmon servisga Germaniyadan eng oxirgi avlod MRT apparati olib kelindi. Bu endi yosh bolalar bor. Ko'p yotmaydi. Masalan, 10 minut yotish kerak. Qimirlab ketadi. Keyin nima deydi? Tremori bor, qimirlaydigan. Masalan, Parkinsonizm degan kasallik. U o'zini ixtiyoriga bog'liq bo'lmagan harakatlar qiladi. Yoshi katta patsientlar ham qimirlasa ham o'sha qimirlashda hisobga oladigan o'zini sun'iy intellekti bor apparatda. O'sha snimkalarni tiniqligini saqlab qoladi. Surkalib chiqmaydi, baholasa bo'ladi. Oldingi 1,5 Teslalik MRTlarda, oddiy обычный standart MRTlarda bu narsalar yo'q. Hozir bizga kelgan oxirgi avlod MRT apparatida shu narsalar hisobga olingan. Keyin metaldan bo'ladigan artefaktlar bor. O'sha metaldan bo'ladigan artefaktlarni ham kamaytiradigan maxsus rejimlari bor. O'sha boshqa MRT shu joyda katta qora qilib ko'rsatmasa, bu MRTda aynan shu metalni ham artefaktini kamaytirib beradigan rejimlari bor. Ya'ni juda ham rivojlanib ketibdi-da, oldinga ilg'orlab ketibdi. Tepa yuqorida bolalar haqida eslab o'tdingiz. Men eshitgan edim, chet elda, balkim o'zimizda ham bordir bu narsa, bolalarni uxlatib qo'yib MRT qilish jarayoni bor ekan. Darmon servisida bu narsa bormi yoki yo'qmi? Bolalarni ham uxlatib tushirish imkoniyati bor. Endi 5 yoshgacha, 6 yoshgacha bo'lgan bolalar o'zi yotmaydi, qimirlaydi. 6-7 yoshdan keyin o'zi qimirlamasdan yotib berishi mumkin. 5 yoshgacha ba'zi birovlari yotadi, lekin ko'pchilik yotmaydi. Endi narkoz berib tushirish degan narsa bor-da xalqda. U narkoz deyilmaydi, sedatsiya. Qisqa vaqtga uxlatish. MRT boshlanishidan oldin shunday uxlab qoladi. U operator bilan kontaktda bo'ladi. Qancha vaqt qoldi? 1 minut qoldi, 2 minut vaqt qoldi. Shunga qarab u sedatsiya qiladigan dorisini kontrol qiladi. 1 minutdan keyin tugaydi deb aytsa, masalan, operator. O'sha tugashi bilan 1 minut tugashi bilan u bolacha uyg'onadi. U narkozda unaqa bo'lmaydi. Bu sedatsiya degani qisqa vaqtga uxlatish. Narkoz esa ko'pchilik noto'g'ri narsa shakllanib qolgan, uxlatib tushirgisi kelmaydi. Narkozni zarari bor deydi. Bu narkoz emas, qisqa vaqtga uxlatish. Demak, Darmon servis klinikasida bu narsa bor. Bor. Yaxshi. Yana MRTga tushgan yaqin tanishlarimiz yokida qo'ni-qo'shnilar aytishadi, qo'rqdim. Ya'ni kirganda bir shunaqangi qo'rquv paydo bo'ldiki, qimirlab yordim deydi. Yokida bir klaustrofobiya bo'ladi. Ya'ni tor joyga kirishdan qo'rqadi, liftga kirishdan qo'rqadiganlar bor, g'orga kirishdan qo'rqadiganlar bor. Shuni ham yechimi bormi? Masalan, chet elda bu narsani yechimi muzika, ya'ni o'sha bemor yoqtirgan musiqasini yokida yaqinlarining ovozini eshitib turadi. Darmon servisida bu narsa ham bormi yoki yo'qmi? Yechim bormi bu narsaga? Endi chet elda deganingiz, hozir chet elda chiqqan eng oxirgi texnologiya ham O'zbekistonga 2 kunda, 1 oyda ichida kirib kelyapti. U hozir muammo bo'lmay qoldi. Birinchidan qarang, oldingi MRT xonalar qorong'uroq bo'lgan. Qorong'u. Uni ustiga MRT MCKTga o'xshamaganda, u tunelobrazniy konstruksiya. Ichi tunelga o'xshagan, hamma joyi yopiq. Yopiq joydan qo'rqadiganlar bor. O'zi xona qorong'u. Tunelning ichi yana qorong'u. Odamni nima deydi, bo'g'ib tashlaydi. Qo'rqib ketadi. Uni ustiga qo'liga grusha beradi, grushani bosadi, o'zi kirgizishdan o'zi qarshilik ko'rsatadi. Yo'q, tushmayman deb. Bu endi 60 aperturali MRTlarga xos. Bizning hozir MRT 70 aperturali. Bu degani aylanasi 240. 2 metr 40 santimetr deganida. Keyingda o'sha MRTga kirgandan keyin ham ancha bo'shliq qoladi, ancha masofa qoladi. Uning ichidagi освещенияsi yoritilish darajasi oshirilgan. Xonani o'zi ham yoriq, tunelning ichi ham yoriq. Uning ustiga ventilyatsiyasi yaxshi qilib yo'lga qo'yilgan. Shamol bo'lib turadi, nafasi siqmaydi.
Keyin o'sha tinchlantiruvchi musiqalar qo'yiladi. Tinchlantiruvchi musiqa. Endi bu patsient musiqani eshitib yotganda qanaqa vaqt o'tgani sezilmaydi. Musiqaga xayoli ketadi, vaqt o'tgani bilinmaydi. Ayniqsa butun tana MRT check-upini qilishga kelganlarda bu narsa umuman bilinmaydi. O'zicha klaustrofobiyasi borlar birinchi dastlabki 10-15 sekundda o'sha qo'rquvni yengsa, bo'ldi, qolgani o'zi o'tib ketadi, moslashib qoladi, qo'rqmaydigan bo'lib qoladi. Yoki yonida bironta yaqinini kirgizib qo'ysa, o'sha yonida turishi ham mumkin. Shu yaqinida yaqin odami yonida turganini bilsa, u yana xotirjam yotadi. Bu shu yonida turgan odamga ham zarari yo'q. O'sha tushgan patsientni o'ziga ham zarari yo'q. MRTda nurlanish yo'q. Shuning uchun yaqin odamini yoniga kirgizib qo'yamiz, muammo yo'q. O'zbekistonda oldin men o'zim bilardim, vazni, ya'ni to'la insonlar, vazni katta insonlarni MRTga tushirish juda ham katta muammo edi. Qaysidir klinikaga olib borishadi, yo biz 100 kilogacha olamiz. Boshqasiga jo'natadi, biz 150 kilogacha olamiz. Lekin zamon rivojlanyapti, insonlar ham gavdasi kattalashib boryapti. Hozirgi kunda 200 kilo, 250 kilolik insonlar ham bor. Shunga ham yechim bormi Darmon servisda? Bunga ham yechim bor. 250 kilogramgacha bo'lgan patsientlarni ko'taradi apparatimiz. Ko'pchilik chet elga borib tushib kelgan shu paytgacha. 3-4 ta klinikaga bordim. Sizlar ham agar qaytarsanglar, men chetga ketib tushib kelmoqchi edim deydi. Bizda 250 kilogramgacha ko'taradi. Faqat qorin aylanasi ayrimlarda katta bo'ladi. Masalan, 160 kilo bo'lib turib, kalta semizroq bo'lsa ham aperturaga sig'may qolishi mumkin. Bo'yi uzunroq bo'lib turib, og'irligi 200 kilogram bo'lsa ham uni olishimiz mumkin. O'zini endi nyuanslari bor. Demak, hurmatli azizlar, chet elga borib, Turkiya yoki boshqa davlatlarga borib, MRTga tushish shart emas. Toshkentdagi Darmon servis klinikasiga kelsanglar, muammoinglar hal bo'ladi. Hamma xato qiladi. Ya'ni inson faktori bor joyda xato ketadi. Hozir shu narsaga erishmoqchi bo'lishyapti, sun'iy intellekt kirgizishyapti. Shuni so'ramoqchi edim, apparatlar ham xato qiladimi? MRTmi, MSKTmi? Boyagi aytib o'tgan, ya'ni iskajeniyadan tashqari, ya'ni boshqa yana xatolar bo'lishi mumkinmi yoki yo'qmi? Endi bitta narsani aytish kerak, MRTda ko'rinadigan patologiya bor, MRTda ko'rinmaydigan patologiya bor. U analiz, laboratoriya check-upda chiqqan narsa MRTda ko'rinmasligi mumkin. Analizlarda chiqmagan narsani MRT ko'rishi mumkin. Misol uchun zond yutadi, to'g'rimi? Zond yutganda uni yorituvchi pribori bor, kamerasi bor. U o'sha organda ichidan baho beradi. Lekin o'sha ichidan tashqarida, ya'ni втольше стенки yoki organdan tashqariga qarab chiqqan narsani u shlanka ko'rmaydi, aqli yetmaydi. Uni MRT ko'radi, misol uchunda. Shilliq pardadagi gastrit, yazvalar bo'lsa, kichkina narsani MRT ko'rmaydi, bir-birini to'ldiradi. Analizlarda analizdagi ko'rsatkichlarga qarab boshqa MRT, MSKT ko'rmagan patologiyalarni analizlarda ko'rish mumkin. Xuddi shunday nima deydi? MRTda ko'rinmaydigan patologiyalarni baribir boshqa tekshiruvlar orqali aniqlashga to'g'ri keladi. Demak, faqat MRTni o'ziga suyanib, ya'ni tayanibgina qolmasdan boshqa tekshiruvlar bilan kompleks ravishda ishlash kerak ekan. Kerak, klinik belgilarga qarab ishlash kerak. Laboratoriya, instrumental tekshiruvlarni hammasini umumlashtirib, uni davolovchi vrach oxirgi diagnozni qo'yadi. Lekin eng katta informatsiyani MRT beradi baribir. Bilganimizdek, har bitta tor soha mutaxassisi boshqa tor soha mutaxassis bilan birgalikda ishlaydi. Masalan, travmatolog ortoped bilan birga yoki stomatolog yuz jarrohi bilan birga ishlaydi. Radiologlar qaysi tor soha mutaxassislari bilan birga yonma-yon ish olib boradi? Shular haqida ham ozgina aytib o'tsangiz. Radiologiya bo'yicha butun hamma sohani mutaxassislari bilan birga ishlash mumkin. U xoh nevropatolog bo'ladimi, vertebrolog bo'ladimi, travmatolog, ortoped bo'ladimi, stomatolog bo'ladimi, umuman gastroenterolog, kardiologlar bilan birga ishlash mumkin. Radiologiya masalan MSKTda koronarografiya tekshiruvlari bor. Keyin qon tomirlarini angiografiya tekshiruvlari bor. Bu o'sha kardiologlar uchun ham, kardio jarrohlar uchun ham, neyroxirurglar uchun ham muhim ahamiyatga ega. MRT bilan MSKT butun mutaxassislar uchun kerak. Aynan bittasi uchun emas.
Demak, sizlar bir o'rtadagi mezon ekansizlar, har bitta tor soha mutaxassislari universal, ha. Shu universalda bo'lsak yaxshi chiqar ekan. Tajribangiz, ya'ni hayotiy tajribangiz haqida gaplashsak ozgina, bir noodatiy, qiziq voqealar bo'lganmi? Unaqa qiziq holatlar juda ham ko'p bo'ladi. Eng qiziq bo'lganini aytib beray. Bitta patsient keldi, oyisi olib keldi, 14 yoshli. Qizini olib keldi, menstruatsiyasi bo'lmayapti dedi. Menstruatsiya bo'lmayapti deb keldi. Uni MRTga tushirsak, o'g'il bola bo'lib chiqdi. Sababi ikkita moyagi tepada, terini tagida joylashgan. Moyak bo'lmagandan keyin u yorg'oq ham xuddi ayollarnikiga o'xshab ko'rinib qoladi. Keyin anaqasi ham, tashqi jinsiy olati ham terini tagida bo'lgan, teparoqda joylashgan. Ular uni qiz bola deb o'ylaganda, boshida siyalmay qolgan. O'sha raddomda payti kichkina qilib, siyadigan qilib terisini kesib bergan. Bo'ldi, boshqa tekshiruvlardan o'tmagan. Endi u Chekka respublikamizda Chekka tumanida, Chekka viloyatida yashaydigan patsientlarida tekshiruvdan keyin o'sha bolani chiqarib qo'ydik. O'zi bola qanaqa? O'zi bir o'zi qolgan paytda gapirsa ovozi do'rillab chiqadigan bo'lgan. Kimdir kelib qolsa ovozini ingichka qilib o'zgartira oladi, qizlarnikiga o'xshatib. O'sha tana tuzilishi ham o'g'il bolalarga xos. Sut bezlari yo'q, tekis. O'sha MRT tekshiruvida o'sha narsa aniqlandi. U 14 yil o'zini qiz bola deb hisoblagan, qizlarning ichida yashagan, ko'p narsalarni ko'rib qo'yganda u. MRTga chiqib tushyapti-da, o'g'il bola bo'lib qoldi. O'g'il bolaligini bilib, juda ham katta stressga tushishi mumkin. Shuning uchun u bolani oldida aytilmadi. O'sha oyisiga tushuntirildi. Buni endi bosqichma-bosqich psixologlar ishlab, tegishli urolog xirurglar o'sha moyaklarni pastga tushirib, o'sha olatini chiqarib qo'ysa, o'g'il bola. Sperma pufakchalari ham to'la turibdi. Endi mana shu 14 yoshda juda ham anaqaga chiqadi, o'smir yoshda soqol chiqadi. Erkaklarga xos ovoz do'rillashi boshlanadi. Shu narsa meni juda ham ajablantirgan. U hozir buni eshitish oddiy tuyulishi mumkin, lekin mana siz o'zingiz yaqin odamingizni qo'yib ko'ring, olib keling, uni qizim deb katta qildingizda, 14 yoshli qizchangiz, qizingiz o'g'il bola bo'lib qolsa, u butun u bolani o'zi shokka tushib qoladi. Ota-onasi ham oyisi eshitib ham uni juda ham anaqaga tushib qoladi. O'sha bola operatsiya bo'ldi deb eshitdim. O'sha bolalar hozirgi hayotidan demak xabaringiz bor. Xabarim bor. Bolalar tibbiyot markazida operatsiya qilishdi. Keyin yana bitta qiziqarli holat, ikkita qaynona keldi, kelinchakni olib keldi. Olib kelganda tekshirsak, uni matkasi ham yo'q, vлагалище qinini yarimidan ko'pi yo'q. Ikkita tuxumdoni bor. Menstruatsiya shu jinsiy birinchi kechada o'xshamagan, xullas, ikkinchi kechada ham o'xshamagan. Olib keldi. Men yozdimda ikkalasiga qanaqa tushuntirishni bilmadim. Yaqinda to'y bo'lgan, hech qanaqa tibbiy tekshiruvlardan o'tmagan. Qizi onasi keldi bir pasdan keyin, baribir onada. Keldida nimaga gap, nima so'zib qo'ymasdan so'rab oldi. Endi ginekologni o'zidan eshitsin dedim. O'sha matkasi, bachadoni yo'q, qinini yarimidan ko'pi yo'q. To'y bo'lgan, shuncha rasxodlar bo'lgan. U ham o'g'il bola. Yo'q, qiz bola. Qiz bola shunchaki matkasi yo'q. Bachadoni rivojlanmagan. Umuman rivojlanmagan yo'q. Unaqa bemorlar bilan qanaqa ishlanadi? Ya'ni ular ham yechimi bormi? Endi ularning yechimi o'sha o'zini ichagidan qin yasaladida, vaginoplastika qilinadi, jinsiy hayotini davom ettirish uchun. Lekin o'zi hech qachon tug'olmaydi. Farzandli bo'lolmaydi. Ikkita tuxumdondan foydalanib anaqa qilishi mumkin, o'zini bolasi eko bo'lishi mumkin. Uni surrogat ona tug'ib beradi. Bu bizning dinimizda ham, qonunlarimizda ham taqiqlangan. Bizda bu narsa mumkin emas. Agar shu narsani oldindan bilgandingda, shuncha xarajat qilib to'y qilinmasdi, baribir juda ham katta udar bo'ldida o'sha qizni onasiga ham. Shuncha tekshiruvlardan o'tkazmagan. Endi bilib turib hech kim turmushga bermasa kerak qizini mana shunaqa holatini. Shuncha loqaydlik ikki tomon sammanga borib qoldi. Loqaydlik birinchidan mana bu anaqaga. Ikkinchi tomonga o'sha umuman tug'maydigan matkasi yo'q, vлагалище qini yo'q kelinchakda.
kelin qildi. Endi baribir endi bilib turib, ahvolini bilib turib qilishi mumkin, to'yini qilishi mumkin. Lekin shunaqa holatlar bo'lmasligi uchun o'sha 6 yosh, 7 yoshdan boshlab butun tana MRT chekapini qilish kerak. O'sha jinsiy organlari joyidami, yaxshi rivojlanganmi, tanasini qaysidir joylarida nuqsonlar bormi yoki yo'qmi, birinchi marta o'sha 6-7 yoshida chekap qilsa bo'ladi. Keyin o'smir yoshida, keyin o'sha to'y bo'lishdan oldin butun tana MRT chekapini qilsa maqsadga muvofiq. Xo'p, hech kimga sir emas, tezlashgan bir zamonda yashayapmiz. Darmon servis klinikasida qanaqadir yechim bormi shunga ham? Ya'ni oldindan yozilib kelish yoki oldindan band qilish. Shu haqida gapirib oldindan yozilib kelgan yaxshi, oldindan. Masalan, qancha oldin? 2-3 kun bo'lsa, shuncha yaxshi. Masalan, ayrim tekshiruvlar bor. Unga 2-3 kundan boshlab tayyorgarlik ko'rish kerak. Masalan, qorin bo'shlig'ini tushirish kerak. Qorin bo'shlig'ini tushirish uchun o'sha 2-3 kun qolganda dieta qilib yurish kerak. Ya'ni bulyonga o'xshagan narsalar ichib yurish kerak. Qancha ich toza bo'lsa, shuncha snimkalar shuncha tiniq chiqadi. Ichaklarda agar axlat bo'lsa, ichaklar endi qimirlaydigan anaqa peristaltikasi bor. Uni to'xtatib bo'lmaydi. Keyin uni ustiga o'sha ichaklar qimirlasa, snimkalar smazniy chiqadi. Ichaklar ichidagi axlat ba'zan o'sha o'smaga o'xshab ko'rinadi, chalg'itadi. Shuning uchun ichlarni tozalab kelishga to'g'ri keladi. Shunaqa holatlarda 1 kun 2 kundan boshlab o'zi dieta qilish kerak. Masalan, bulyon ichib yurish kerak. 7-8 soat qolganda umuman hech narsa yemaslik kerak. Shuning uchun 2-3 kun oldin murojaat qilsa yaxshiroq. Shu haqida chuqurroq gaplashsak, masalan, dieta nimalardan? Gazli suvlar, ya'ni qorinni dam qiladigan narsalar yemaslik kerak. Masalan, no'xat, dukkakliklar deydi. Dukkakli o'simliklar qorinni dam qiladi. Qorin dam bo'lsa, o'sha ko'rishga xalaqit beradi, organlarni ko'rishga xalaqit beradi. Keyin kichik chanoq a'zolarini tushishda ham o'sha kattasiga chiqqan bo'lish kerak. Sababi ichaklar peristaltika qiladi, ichaklarni baholash qiyin. Ichaklar to'la bo'lsa, o'sha misol uchun ayollarda bachadon, tuxumdonlarni ko'rishga qiyinchilik tug'diradi. Xullas, oldindan yozilib kelsa maqsadga muvofiq. Chunki uni tayyorgarligi bor, oldindan tayyorgarlik qiladi. Demak, Darmon servis klinikasidagi administratorlarga murojaat qilsa, ular o'zligi, ya'ni maslahatligini berishadi, to'g'rimi? Berishadi. Qanaqa tayyorgarlik ko'rib kelish kerak, qaysi vaqtlarda qancha oldin yozilsa, shuncha tanlash imkoniyati bo'ladi. Misol uchun, unga ertalab 10 qulaydir. 1 kun qolganda o'sha 10 band bo'lishi mumkin. O'sha qancha yaqin qolsa, o'sha bo'sh joyga yozilishga to'g'ri keladi. U o'zi xohlagan joyga emas. 2-3 kun oldin yozilsa, o'zi xohlagan joyga yozilishi mumkin, o'ziga qulay vaqtga. MRT apparati ertalabdan kechgacha ishlaydimi yoki 24 soatmi? 24/7 MRT apparati ham, MCGT apparati ham 24/7 ishlaydi. 24/7 o'sha radiolog vrach bo'ladi. Demak, tahlillarni uncha uzoq kutmasdan, yarim soat, 1 soat ichida tahlilini olib, bemalol bemor ketaverishi mumkin. Mumkin. Rahmat sizga bugungi suhbat uchun. O'ylaymanki, juda ham qiziqarli va aktual savollarga javob oldik deb o'ylayman. Rahmat. Endi yana bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Diagnostikaga qancha ko'p pul sarflasang, o'sha davolashga shuncha kam pul sarflaysan. Ya'ni aniq diagnoz qo'yib olish kerak. Noto'g'ri diagnoz qo'yilsa, u ana davolovchi vrach ham chalg'ib ketadi-da. Birinchidan pasiyent vaqt yo'qotadi, ikkinchidan pul yo'qotadi. Kasallik avj oladi-da, asoratlanib ketadi. Chet davlatda diagnostikaga ko'p pul sarflaydi. Bizda naborot. Diagnostikaga sarflamaydi, lecheniyaga sarflaydi. O'sha asoratlanib ketgan anaqani tuzatish uchun bor puli 90% puli ketadi. 10% diagnostikaga to'laydi. Chet elda 90% diagnostikaga to'laydi, 10% o'sha lecheniyaga sarflaydi. Xullaschi, bunaqa narsa. Pulemyot bor, pulemyot. U son-sanoqsiz taqillatib o'q uzadi, to'g'rimi? Masalan, ko'rinmas dushman bor deylik. O'shani masalan 200 ta o'q sarflab, o'shani yo'q qilish mumkin, to'g'rimi? Bittasi tegib ketar deb otaverasiz. Snayper degan narsa ham bor, qurol bor, to'g'rimi? Ko'zlab bitta o'q bilan qulatish mumkin. Vintovka bilan. Vintovka bilan. Xuddi shunday aniq-tiniq diagnoz qo'yib olish kerak.
keyin lecheniya oson bo'ladi. O'zi ham vaqt yo'qotmaydi, pul ham ko'p ketmaydi. Demak, qancha oldin tahlillardan, ya'ni tekshiruvlardan o'tib yursak, shuncha o'zimizni cho'ntagimizga foyda bo'lar ekan. Shunday. Bizani tomosha qilib turgan tomoshabinlarimizga o'zingizning maslahatlaringiz, ular uchun bo'lgan tavsiyalaringizni berib o'tsangiz, shu bilan Xudo xolisa suhbatimizni yakunlaymiz. Inson o'zini sog'lig'iga e'tiborli bo'lish kerak. Biza nima deydi? Farzandlarimizga, ota-onamizga, do'stlarimizga sog'lom kerakmiz-da. Sog'lom kerakmiz. O'sha sog'lig'ini tekshirtirib yurish kerak. Pul nimalarga ketmaydi? Nimalarga sarflamaysiz? Masalan, bitta check-up qilib qo'ysa, o'sha 6-7 yoshda uni jinsiy organlari yaxshi shakllanganmi? Masalan, o'g'il bolalarda varikoselli bormi, vodoyanka bormi? Tashqi jinsiy organi yaxshi rivojlanganmi? Qizlarda tuxum donlari yaxshimi, matkasi normada o'sganmi, bormi o'zi, yo'qmi bilish uchun. Lekin o'sha balog'atga yetish paytida gormonlari endi rol o'ynab boshlaganda unda bitta tekshirish kerak. Turmush qurishdan oldin yana bitta butun tanani MRT check-upini qilish kerak. Ko'ngil xotirjam bo'ladi-da, ertaga nima ekan, homilador bo'ladimi, farzandli bo'ladimi, bo'lmaydimi, organizmining hamma joyi sog'mi deb xavotir bo'lmaydi-da. Xolos, bitta check-up qilish kerak, masalan, yoshi kattalar. 1 yil tinch yurasiz. Keyin keyingi yillar yana bitta check-up tushasiz, yana tinch yurasiz. Xolos, organizmning holatini baholab yurish kerak. Kasalliklar ilk bosqichida odam o'ziga bilinmaydi, bezovtalik chaqirmaydi. U belgi berib boshlaganda tagga olib ketgan bo'lishi mumkin, kech bo'lgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun kasalliklarni ilk bosqichida uni bartaraf qilish mumkin. Uni bilish uchun o'sha vaqti-vaqtida tekshiruvlardan o'tib turish kerak. Onkologiyani ham ko'rib olsak bo'ladimi? Eng ko'p onkologik kasalliklarni исключить qilish uchun, uni bor yoki yo'qligini bilish uchun MRT check-up eng anaqa ham xavfsiz, ham ishonchli. Eng ko'p informatsiya beradi. MRT-chalik informatsiya bermaydi. Misol uchun PET-CT degan narsa bor. PET-CT bu 2 barobar облучение olish degani. Radioaktiv modda jo'natadi, u o'zidan nur chiqarib turadi, to'g'rimi? U parchalanib, kuchsiz bo'lib qolguncha odam o'zidan nur chiqarib beradi. Tekshiruvdan keyin ham o'zini yaqinlari unga yaqinlashishga ruxsat berilmaydi. Bolachalar kelish mumkin emas. U odam o'zidan nur tarqatib beradi. 1 kun, 2 kun nur tarqatib beradi. Undan tashqari butun tanasini MCT, kompyuter tomografiyada rentgen nurlari bilan yana nurlaydi. Shunaqa bo'lmasligi uchun, shungacha yetib bormasligi uchun oddiy mana zararsiz MRT tekshiruvdan o'tish kerak. MRT tekshiruvi chalik boshqa tekshiruvlar informatsiya bermaydi. Demak, azizlar, oxirigacha, ya'ni kasal bo'lib qolgunizcha taqamasdan oldindan tekshiruvdan o'tib, hech bo'lmaganda 1 yilda bir marta o'zingizni tekshirib turing. Aziz aka, sizga katta rahmat bugungi suhbatimiz uchun. Mazmunli suhbat bo'ldi. Xudo xolasa, yaxshi kunlarda birgalikda yana yangi suhbatlarda ko'rishguncha xayr deb qolamiz. Rahmat kattakon, hali xalqqa aytadigan gapimiz ko'p. Yana keyingi davomi bor xullas. Bo'ldi. Xudo xolasa, davomini kuting, davomini chiqaramiz. Savollar yoki qandaydir fikrlar bo'lsa, kommentariyada yozib ketsanglar, Xudo xolasa Darmon servis administratorlari tomonidan ularga javob olasizlar va quyida keltirilgan telefon raqamlari orqali ular bilan bog'lanishingiz mumkin. Xayr, salomat bo'ling. Rahmat.